o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan yana bir ajoyib mavzuga doir bo'lgan so'zlarni o'rganamiz. Ya'ni bular shops and shopping. Ya'ni do'konlar va bozorlik. Ya'ni shopping degani bozorlik degani. Ya'ni qanaqa so'zlar bor shu do'konlar va bozorlikka oid bo'lgani. Demak, boshladik. Demak, birinchi o'rganadigan narsalarimiz bittasi bitta kinds of shops deyapti. Kind nima edi? O'tgan darslarda aytgandik, tur xil degan edi. Biror narsani turi xili. Ya'ni kinds of shops degani do'konlarning turlari. Demak, birinchisi butcher. Butcher deb o'qimaymiz buni, butcher deb o'qiymiz. Butcher degani qassob degani. Endi qarang, nimaga yulduzcha qo'yib qo'ygan mana bu yerga? Chunki agar qassobxona demoqchi bo'lsak, butchers deb apostrof qo'shib aytamiz. Ya'ni butcher ya apostrof qo'shib s qo'shamiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, qassobni do'koni degan ma'noda bo'ladi. Butcherdan keyin aslida shop ham bo'lishi kerak. Butcher shop bo'lishi kerak, lekin bu narsani tushirib qoldiramiz. Chunki oshqocha bo'lib qoladi. Shunchaki shu narsa bor deb tasavvur qilamiz. Shuning uchun apostrof s qo'ydik. Bu narsani apostrof s ma'nosi nima edi? Ning deganida. Ya'ni butcher shop bo'lsa, qassobning do'koni bo'ladi. Ya'ni har bitta shunaqa yulduzcha qo'yilgan joyda biz bilib ketishimiz kerak. Demak, o'sha odamni do'koni demoqchi bo'lsak, apostrof s qo'yib aytishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, boshladik. Butcher bu qassob, qassobxona bo'lsa butchers bo'ladi. Demak, keyingisi post office. Endi bu yerda shunchaki post office desak bo'ladi. Post jo'natish, office bu office degani, ya'ni pochta xona degani, pochta ofisi degani. Bu yerda marka yoki shunga o'xshagan xatga anaqa konvertlar sotsangiz bo'ladi. Supermarket, endi supermarketni bilasiz. Bookshop, kitob do'koni, book degan kitob, shop do'kon. Kitob sotiladigan joy. Library bilan adashtirib qo'ymang. Library ko'pchilik o'quvchilar adashtirib qo'yadi. Libraryda siz kitob o'qiysiz, u kutubxona bu. Library kutubxona. Bookshopdan kitob sotib olasiz, borib turib pulingizga. Xo'p, endi keyingisi baker. Baker degani bu nonvoy degani, non yopadigan yoki shunaqa nonga oid bo'lgan narsalarni qiladigan, somsa yoki shirinlik pishiradigan odamni baker deymiz. Demak, baker nonvoyxona demoqchi bo'lsak, nima qilamiz ekan? Apostrof s qo'yamiz, apostrof s qo'yib aytamiz, nonvoyxona degan. Xo'p, keyingisi bu yerda nima bor ekanmizda? Department store. Department degani o'zi bo'lim degani. Lekin bu department store degani katta do'kon degani. Katta, misol uchun mana bu korzinka o'zimizda ham bor, makro, shunga o'xshagan joylarda, katta joylar, ya'ni ichida bo'limlari bor, ko'p bo'limlari bor, har xil narsalar sotadigan do'konni department store deymiz. Inglizchasiga. Xo'p, keyingisi chemist. Chemist deb o'qimaymiz, chemist. Bu chemistdan chemistry kelib chiqqan, kimyo degani, kimyo fani. Bu esa chemist bo'lsa aptekachi degani. Yoki yana bitta ma'nosi kimyogar degani. Endi aptekani o'zini chemists deb apostrof bilan s qo'shib aytamiz. Yoki bo'lmasam aytishingiz mumkin, yana aptekani yana aytishingiz mumkin pharmacy deyishingiz ham mumkin. Pharmacy. British Englishda pharmacy deyiladi. Pharmacy. Demak, ya'ni chemistni ham, aptekachini ham aytishingiz mumkin pharmacist desangiz bo'ladi. Ko'rdingizmi mana? Pharmacist. Ya'ni aptekachi degan bu ham. Aptekani pharmacy, aptekachini pharmacist desangiz bo'ladi yoki bo'lmasam chemist desangiz bo'ladi. Aptekachini do'konni, ya'ni aptekani chemists deymiz. Hop, keyingisi news agent. News agent degani bu kioskachi degan. Mana kioskada bo'ladi, har xil narsalar sotib o'tiradi. Gazeta, qanaqadir qo'shimcha kurtob, narsa, yeydigan narsalar sotib o'tiradi. O'sha kioskani news agent, kioskachini news agent deymiz. Endi kioskani o'zini apostrof qo'shib turib s qo'yamiz. News agents, ya'ni kioska bo'ldi endi, kioska. Gift shop, endi sovg'a do'koni, qanaqadir sovg'alar oladigan do'kon. Xo'p, endi qaranglar. These words are also for people's job. Ya'ni mana bu yulduzcha qo'yganimiz deyapti, odamlarda ishi uchun ham deyapti. These degani bular degani, words so'zlar. Also degani ham degani, for uchun, people's odamlarning, ko'ryapsizmi? Apostroflisi ning degani, odamlarning jobs ishlari uchun deyapti. Aytyapti yana biz often tez add degani qo'shmoq degani, qo'shmoq. As biz tez sni qo'shamiz, and say va aytamiz. I am going, men ketyapman to the news agents, kioskaga. Mana apostrof s qo'shsaylik, o'sha joyda ishlaydigan, o'sha joyning o'zi bo'lib qoladi deyapti. Misol uchun nima deydi? Kioska yoki bo'lmasam o'sha yoki bo'lmasam hozir aytganimdaqa dorixona, apteka bo'lib qoladi agar apostrof s qo'shsangiz o'sha kasb egasiga.
Demak, aytyapti, men kioskga ketyapman to get, nima qilish uchun? To bilan kelyapti fe'l. O'tgan safar aytdim, uchun degan ma'noni beradi. To get, olish uchun. Nimani? A paper, newspaper sotib olish uchun. Endi paper bu yerda newspaperning qisqartmasi nimaga desangiz, bu yerga e qo'yilgan. Paperni o'zi varoq bo'lib kelgan paytda sanalmaydi, chunki uncountable noun, sanalmaydigan ot. A paper bo'lsa, demak bu newspaperning qisqartmasini aytgan bo'ladi. Newspaper sanaladi. Do you want anything? Nimadir xohlaysanmi? From the butcher, ya'ni qassobxonadan nimadir xohlaysan, go'shtmi, shunga o'xshagani. Endi aytyapti, in the department store da deyapti. Endi department store nimaligi haqida inglizcha ta'rif beryapti. Mana yerda ko'rsangiz, store degani do'kon degani. Department do'koni bu deyapti, is a large, katta degani, large degani katta ulkan, shop do'kon, which qaysiki degani, qaysiki sells sotadigan a lot of ko'p, different har xil things narsalar. Misol uchun clothes, ko'ylaklar, beauty, chiroy mahsulotlari, product mahsulot, toys, o'yinchoqlar. Ko'ryapsizlar mana relative clausedan foydalanyapti. Ta'riflash uchun biror joyni ta'rifini berish uchun relative clausedan foydalanyapti. O'shaning uchun relative clause juda ham foydali. Yaxshi bilsangiz, buni biror narsalarni ta'riflash uchun ishlatsangiz bo'ladi. Demak, qanday ishlatyapti uni? Department store is a large shop. Department store bu katta do'kon, which qaysiki sells sotadigan a lot of ko'p, different har xil things narsalar. Har xil narsa sotadigan do'kon, katta do'kon deyapti. Xo'p. Endi etc deyapti. etc va hokazo degani. Endi ehtiyot bo'ling, buni writingda yoza olmaysiz, chunki qisqartirish mumkin emas writingda. Writingda sizga hokazo degan so'z kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki and others deb qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu narsa va hokazo degan. Ya'ni 3 ta 4 ta narsani sanab turib va hokazolar demoqchi bo'lsangiz, and others deb oxiriga qo'shib qo'yasiz. Misol uchun shu yerda ham clothes, beauty products, toys and others desa ham to'g'ri bo'ladi. Bu writing uchun sizlarga qo'shimcha maslahat. Xo'p, endi misol uchun department store'da anaqalar bo'lishi mumkin, etajlar bo'lishi mumkin. Xo'p, basement degani bu podval degan, ya'ni yerto'la degan. Okay? Basement nima ekan? Podval, yerto'la. Demak, u yerda nimalar sotilishi mumkin? Misol uchun food, ovqat sotilishi mumkin yoki electricals. Electrical degani elektrik buyumlar degani, electricals. Xo'p, ground floor bu birinchi etaj. First floor ham birinchi etaj. Ikki xil aytiladi. Ground floor deb britanlar British Englishda aytadi, first floor American Englishda, misol uchun. Ikkalasi ham to'g'ri. Xo'p, birinchi etaj nima bo'lishi mumkin? Misol uchun beauty product bo'lishi mumkin, chiroy uchun ayollar. Women's wear, wear degani endi bu yerda kiymoq emas, kiyim-kechak ma'nosida kelyapti. Women's wear, ayollarning kiyim-kechaklari. Children's department bilan men's wear, erkaklarning kiyimlari second floorda, second degani ikkinchi etaj. Floor degani etaj degani, okay? Shu ikkinchi etajda demak men's wear, erkaklarning kiyim-kechaklari va bolalar bo'limi, departmentni bo'lim dedimi? Third floor, 3-etaj. Furniture degani, aytdim uni, mebel degani deb, sanalmaydi bu ham uncountable noun. Fourth floorda endi 4-etajda restoran bilan toys, o'yinchoqlar bo'lishi mumkin, misol uchun deyapti. Okay? Now, signs in shops, demak do'konlardagi signlar. Sign degani bu belgi degani, okay? Belgi degani. Demak, qanaqa belgilar bor do'konlarimizda? Open, endi bilasiz buni, ochiq degani, sifat bo'lib kelsa ochiq bo'ladi. Close degani, demak yopiq degani. Keyingisi cash degani naqd pul, desk degani parta degani. Endi qarang, bunaqa deb tarjima qilmaymiz. Cash desk birga kelgan paytda, mana bu kassa bo'ladi. Okay? Kassa. Cash desk degani kassa deyapti. Please, iltimos, pay, to'lamoq. Please pay, iltimos to'lang here, bu yerda. Iltimos bu yerda to'lang deyapti. Demak, push degani surmoq degani, itarmoq, surmoq, ichkariga qarab surasiz, shunaqa push, Pull degani bu o'zingizga qarab tortmoq. Pull, tortmoq, push, surmoq. Okay? Demak, push deb yozib qo'yganimizda surib kirasiz. Pull desa tortib kirasiz o'zingizga, Pull degani tortmoq degani. Endi expressions demak ifodalar, Shop assistant degani do'kon yordamchisi degani, ya'ni sotuvchi degani, okay? Sotuvchini shop assistant deymiz. Shop assistant aytayapti, "Can I help you?" Sizga yordam bera olamanmi? Can oldiga chiqsa savol bo'lardi, qila olmog'i. Can I help you? Sizga yordam bera olamanmi? Customer aytayapti. Customer nima? Mijoz degani, mijoz degani customer. Can I try this shirt on? Try on da o'tgan safar darsda ham aytgandim, kiyib ko'rmoq degani, okay? Biror narsani kiyib ko'rmoq. This shirt degani oq ko'ylak. Bu oq ko'ylakni kiyib ko'rsam bo'ladimi? Keyin goes boradi and tries it on, kiyib ko'radi. Endi borib kiyib ko'ryapti, keyin aytayapti. O'sha joydan aytayapti. Have you got a bigger size deyapti. Have you got a bigger size deyapti. Ya'ni sizda kattaroq razmeri bormi? Bigger degani kattaroq. Er qo'shiladigan bo'lsa, bir bo'g'inli, ikki bo'g'inli sifatlarga aytgandim uni ham o'tgan darslarda. Roq degan ma'noni bildiradi. Agar esingizdan chiqib qo'ymaysa, bitta o'tgan darslarga
qaytib tomosha qilib ko'rsangiz o'sha grammatika ham esga tushadi. Demak, er qo'shilsa bir bo'g'inli, ikki bo'g'inli sifatlarga roq degan ma'noni bildiradi. Bigger degani kattaroq degani. Have you got a bigger size? Size degani o'lcham degani. Kattaroq o'lcham bormi? Smaller size esa kichikroq o'lcham bormi? Ya'ni katta kelgan bo'lsa smaller size da. Yoki bo'lmasa aytish mumkin a different color deyish mumkin. Have you got a different color? Different degani har xil degani, yana bitta ma'nosi boshqacha degani. Boshqacha rangi bormi sizda? Keyin shop assistant aytyapti, ya'ni sotuvchi. No, I'm sorry, afsustaman. That's the only one. Only degani faqat degani. Faqat bitta. Shunisi faqat bitta-da deyapti. Keyin customer aytyapti, mijoz. Okay, yaxshi. I'll take it. Demak, I will ni qisqartirilgan shakli. I'll take it. Bu future simple bo'lyapti. Demak, har qanaqa qiladigan ishingizni, misol, qilaman, shuni qilaman demoqchi bo'lsangiz, future aytishingiz kerak. Chunki u narsa siz uchun kelajakda, kelajak bo'lyapti. Misol uchun, restoranga kirdingiz, restoranga kirdingiz. Ofitsiant oldiga keldi. Keyin men gamburger yeyman yoki men jo'jalik tovuq sho'rva ichaman demoqchi bo'lsangiz, o'sha gaplarni future simple bilan aytasiz. I will eat chicken soup. Yoki bo'lsam I will drink coke. Coca-Cola ichaman. O'shalar hammasi future aytiladi. Bu ham nima deyapti? I'll take it. Men uni olaman deyapti. How much? Qancha degani? Does it cost? Cost degani narx turmor degani. Endi ma'lumotlarni so'rayotgan paytda present simple bilan aytardik. How much does it cost? Ya'ni qancha narx turadi bu deb aytyapti. Xo'p, keyingisi shop assistant aytyapti 22 pounds. Ya'ni 22 funt sterling turadi deyapti. Customer aytyapti. Agar shuni to'liq aytmoqchi bo'lsangiz, it costs deb aytishingiz kerak bo'ladi sizga. It costs. It costs. Nimaga siz qo'shyapman? Chunki it bo'lyapti. It costs deb turib, it costs deb turib 22 pounds. Pounds. 22 funt sterling turadi. Can I pay by check? Chek orqali to'lasam bo'ladimi? By degani orqali degani. Can I pay to'lasam bo'ladimi? Chek orqali. Shop assistant aytyapti. No, credit card. Credit card orqali. Credit degani o'zi qarz degani, debit ham qarz degani. Chet elda o'sha biz ishlatadigan kartalarni qarz kartasi deyiladi. Credit card yo debit card deyiladi. Or cash degani naqd pul degani. Cash, naqd pul bilan to'laysiz, iltimos deyapti. Sorry, I only have a 50 note deyapti. Demak, only faqat deganida, only have menda bor 50 note, 50 talik degani. Mana bu note degani talik degani. Misol uchun $100lik, $50 deymiz, bir dona o'sha narsa, bitta dona o'sha pulni o'zini, donalik pulni o'zini note deydi inglizchasiga. Demak, I have only a 50 pound note degani menda bitta dona 50 talik funt sterling anaqasi bor deyapti. 50 taligi bor deyapti. Boshqa pulim yo'q deyapti. I don't have any change. Menda hech qanaqangi change yo'q deyapti. Change degani bu qaytim degani, qaytim, change qaytim degani. Ya'ni ot bo'lib kelsa qaytim, fe'l bo'lib kelsa o'zgartirmoq edi. I don't have, menda yo'q any change. Coins deyapti. Mana coin degani tanga degani, smaller notes, kichkina anaqa notalar, ya'ni pul birliklari. Shop assistant aytyapti. That's okay, hammasi joyida. Here is your receipt. Here is degani mana degani. Here degani o'zi bu yer degani. Here ga is qo'shadigan bo'lsak mana bo'lib ketadi. Here is deb turib your nima izdir desangiz o'sha narsangiz mana oling bo'ladi. Mana oling. Receipt degani bu kvitansiya. Ya'ni sizga biror narsa sotib olganingizdan keyin kvitansiya beradi, chek beradi. Siz uni olib soliq bilan bitta urib, cashback tushirib olasiz. O'sha narsani receipt deydi inglizchasiga. Ko'ryapsiz? P o'qilmayapti. Receipt deb o'qiysiz. Would you like a carrier bag? Sizga ana unaqa selofan unaqasi kerakmi? Nima deydi? Selofan kerakmi deyapti. Bag degani sumka degani. Carrier bag bo'lsa shunaqa selofan idish bo'ladi. Selofan sumka bo'ladi. Carrier aytmasdan aytsangiz ham bo'ladi. Would you like a bag desangiz ham bo'ladi. Sizga shunaqa kerakmi? Idish soladigan selofan idish kerakmi bo'ladi. Yoki bo'lmasa shopping bag desangiz ham bo'ladi. Bu ham shunaqa ma'noda keladi. Yaxshi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Agar darsni foydali deb hisoblasangiz, like qo'yib, ushbu kanalga a'zo bo'lishni unutmang va uni ingliz tilini o'rganayotgan do'stingizga jo'natib qo'ysangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.